Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Keşmiş romanini o'qib tamamlagandan keyin sizlarga yangi bir roman o'qib berdiganligimni aytgan edim. Lekin hozircha danglab bir necha yozuvchilarimizning qisqa asarlarini o'qib berishni texim muvaffaq ko'rdim. Bugun men Zordun Sabirning Yazgıcı bo'lmoq tas nomli bu kitobiga kirgizilgan Yevropaga safar nomli ziyorat xotirasini bir necha bo'lakka bo'lib o'qib berman. Zordun Sabirni hammamiz bilamiz. O Ona yurt, izdinish qatorliq dangliq romanlarni yozib qoldirgan Rosulluq yozuvchilarimizning biri. Merhum 61 yaşında naiti yaş bizden ayrılıp o dünyaya ketdi. Rahmetlikning o dünyalığı cennette nurlar içinde bulsun. Xoş. Bugün birinci bölümünü okup bermen. Yevropaga safar, ziyorat xotirasi. Safardoshlar. 7 oktyabr. Qo'limdagi 7 varaqliq poyez beleti. Pasportimdagi G'arbiy Germaniya konsulxonasining maxsus tamg'isi va Mongoliya, Sovet ittifoqi, Polsha qatorliq davlatlarning chegarasidan kirib chiqishga bergan ruxsat bezilari. Mening 2-3 oydan beriqi xafaliqlarim bilan chet elga chiquvchilarning rasmiyatlarini bejirguchi o'rinlarga bo'lgan noroziliqim, gezit jurnallarga yozmoqchi bo'lgan tanqidiy maqolalarim, to'g'risidagi xiyollarimni birtilla yo'q chiqaravatdi. Belat bilan pasportimga qaraymanda, xushalliqdan qiyin-qiyinimga patmayman. Menga hammali dema, hatto avtobus, metrolardagi tixmi-tixmaqchilik, qo'polliklar, to'tko'chi eg'izlarda avtobuslarning uzoqdan uzoq to'xtab qilishi qatorliq kishini bezor qiladigan ishlarmi ko'ngilli tuyulmoqda. Men 10-oyning 7-kuni poyez bilan Osiyodan Yevropaga safar qilaman. Demak, yer sharining biz yashayotgan mushu betini kesib o'tib, sharqdan g'arbga 10,000 kilometrlik yo'l mangman. Safar xushalliqi va yangiliqqa intilish istigi bilan kechini uyqusiz o'tkazdim. Rastilla 7 oktyabr saharda Beijingdan poyez bilan yo'lga chiqdim. Poyez Qinglong ko'rikidan o'tib g'arbga burilgandan keyinla men o'zim bilan bir xonadagi hamrohlarim bilan tanishdim. Bular Avstraliyalik sayohatchi 67 yoshli fotografist Erik Sabel. Shanghai Sanoat universitetining Yugoslaviyada o'qiyotgan aspiranti Zhang Wenjun. Kunming Sanoat institutining Sharqi Berlinda o'qiyotgan aspiranti He Tianjinlar edi. Sabel bir eg'izmi Hanzu tili bilmaydi. Ikki yigit inglizcha so'zlayalaydi. Men bo'lsam, yodlab olgan ancha-muncha inglizcha termin va jumlalardan boshqani bilmayman. Mushu ahvoldami biz bir bo'limga joylashgan 4 odam nihoyatda tezda yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Mening tetimliq zakkuskam bilan a'lo sifatli aroqlarim Sabel bovayni va yoshlarni dasxonimga akeldi. Bizdagi takalluf, qo'rinish yasalmaliklar mana shuning bilan tezda yo'qoldi. Men Sabelning tikib qo'ygandek qur-qur turgan shalang chochlariga qarab edim. U mening chechim operatsiya yo'li bilan gajgamdan oldi tarafimga ko'chirilgan, dedi shalang seriq chochlarini silab. Bir qitim operatsiya qilganiga 300 necha dollar oladi. Men 6-7 qitim operatsiya qildirib, aram mushinchilik chochliq bo'la oldim. Sizlarning chochlaringlar qap-qara, ajab yaxshi ekan. O dengizdek köp-köp ko'zlarini chimildatib, bizga zo'q bilan qaraydi. U hammani bilishga qiziqadi. Mendan Uyg'urlar to'g'risida to'xtamay so'raydi. Men bilganlarimni
onunğa dep bermen. O bizge özünün Avstraliyadaki öy-joyining rasmini, öz dövletining boyligi, jug'rafiyasi, kun va 5 yulduzliq kengora ko'tarib turgan bayroqining tarixini tinmasdan so'zlab berdi. O Mongoliyaning qar bilan qaplangan daraxtsiz dalasidan o'tib ketayotganimizda bizda hozir qaltis illiq salqin fasl. Hamma yer yop-yeshil daraxt. Bizda munda qaqas dala yo'q, dedi. Shu chaqda xoniga Yangi Zelandiyalik yigit kirib keldi. Bu qizil yuzlik, tembel, sog'lom yigit Yangi Zelandiyada saqchi ekan. O öz ismini Mark Finn deb tanishtirdi. O bovayning gapini anglab mazaq qilib, "Sizlar Avstraliyaliklar Angliyadan sürgün qilingan jinoyatchilarning urug' pishdi. Sizlar qahramon, isyonchi bo'lishinglar lozim edi. Lekin bu yilqi olimpik musobaqasida biz 8 oltin medal ola oldik. Sizlar birini ola olmadinglar." deb qaqaqlab kuldi. Sabil öz dövleti to'g'risidagi bu chaqchaqni ar oldi. O köp-köp gözlerini çemildetip, kemşik ağzını metildatib, "Siz bekmi savadsız ekansiz. Sizlarmi bizga o'xshashla bu yilqi olimpik musobaqasida 8 emas, 3 oltin medal oldinglar. Bizmi 3 oltin medal oldik", dedi. Yigit texmi maqtandi. "Bizning 60 million to'yaqdan ko'p qo'yimiz bor. Kishi beshiq chashqanda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turamiz. Sizlar yanala ikkinchi o'rinda tursizlar." Poyez Ulan-Bator vokzalida to'xtadi. Biz yerga tushib, atrofni tomosha qildik. Pakar Ederliq qaptallariga joylashgan bu shahar yo'llari qishliq palto, o'tik, quloqcha kiyishgan odamlar bilan bizga yangi tuyuldi. Shaharga yondashgan pakar o'ylik mahallalarda kigiz uylarni turibdi. Men Mo'ng'ul dalasi to'g'risida kitoblarni o'qiganman. Mana oldimda seriq to'puluq to'piliklar, odamzotsiz cho'llar yotmoqda. Bu yerdagi Boynulgay degan yerda 160 ming qozoq bor ekan. Mongoliya konsulxonasidagi viza boshqaruvchi yigitning qozoqcha so'zlishi shuning uchun bo'lsa kerak. Janubdan shimolga so'zilgan qaqas qaptallar orasiga joylashgan Ulan-Bator shahridan shimolga qarab mang'an seri odamzotsiz cho'llik boshlanib, oxiri Suxay-Bator shahriga yaqinlashgan seri o'rmonlar ko'pishga boshladi. Tog'lar oq tuman bilan qaplangan. Qar ostida shumshaygan yosh qarag'aylar bilan seriq yo'pirmoqliq archilar kishiga huzur beg'ishlaydi. Attigalligi o'yg'ansam, vagonga yo'riq tushibdi. Sabil bovay derazadan sirtqa qarab etibdi. Menmi sirtqa qaradim. Biz Bayqal bo'ylab shimolga ketib etibdimiz. Bayqal jimjit, o uyqudan yangi uyg'ongan erinchak boladak asta midirlaydi. Onun tinch betida yangidan ufuq garbakidan bosh chiqargan quyoshning oltin nurlari jimirlaydi. Ko'l bo'yidagi qarag'ay archilarning yeshil yo'pirmoqlarimi qiyin yo'pirmoqlari bilan orlishib qizargan. Atrof yolqin ichida turgandek Bayqalning neriqi qirg'oqlaridagi qo'yuq tuman bu yolqindan ko'tarilgan isda ko'rinadi. Sabil bovay bir nimalarni da qo'dinshidi. Men uning gapini uqmagan bilan uning dengiz bo'yidagi o'zining büyük daraxtlar orasidagi yog'och uyini eslayotganini tushundim. Chunki menmi Bayqal bo'yidagi go'zal manzarani ko'rib, ixtiyorsiz sayran bo'ylarini asildimda. Shimolga qarab 1 soatdek mang'andan keyin qo'yuq qiyin zarga kirdik. Men ixtiyorsiz Moskvadan uzoqda jasorat romanlaridagi tayga to'g'risidagi tasvirlarni asildim. Bayqal o'rmonlarining nersiga mökindi.
O arlap töpülükler arasıdan çıray körüstüp koydu da yana yo'qolib ketdi. Mana, yana Baykal göründü. O bizning sharqimizda, g'arb tarafimiz qo'yuq tayga o'rmonligi. Qarliq tog' cho'qqalarimi yiroqlarda ko'rinib qoladi. Baykal yana ko'rinadi. Beliqchilar kemisi, juvisiga o'rilib ko'lga qarmoq selib o'tirgan odamlar. Üstü çedirçilab yapılgan qaravul öylari, erinçek kalalar, ekrandakidek tez ötmekte. Silyodyanka stansiyasiga kelgandilar, men tunji sovet kişileri bilan uchrashdim. O'ng tarafimiz Baykal, sol taraf tog' bag'ridagi shahar. Qishliq kiyim kiygan odamlar oldirishib yurishmoqda. Men tasavvurimda Sovet odamlarining kiyinishleri, muomalasi, menish turishlari bizdan o'zgacha bo'lish kerak deb o'ylaydim. Lekin bu yerdagi odamlar 1950-yillarda men ko'rgan odamlarning ayni o'zi edi. Men to'mirdan yasalgan piyodalar ko'vrigi ustiga chiqib, shaharni tomosha qildim. Shahar chiroyli ekan, lekin poyezd stansiyasi qatma-qat poyezdlar bilan to'lgan. Biz tog' ustida ketyapmiz. Baykal ostimizda, tövanda cheksiz yeyilib yotmoqda. Sabil buvay hayajonlanib so'zlashga boshladi. Haqiqiy sayohat endi boshlandi. Ko'lga qaranglar. Qandaq chiroyli-a? Onun tilini bilmaysizlar. Men dengizning tilini bilaman. Ko'lmi so'zlaydi, dengizmi so'zlaydi. Bu tilsimlarning betiga qarab, nima demoqchi ekanligini bilaman. Xo'sh, Baykal nima deydi? Bo'ron chiqadi, do'lqinlayman deydi. Bu ko'lning beliqi bak qimmat ekan. Avstraliyadagidan 10 barobar qimmat ekan. Çayçımani deydiganlar bu yerde jiq ekan. Aldığa tuxum, pomidor qo'yib o'ltirdigan momaylar chig'ida meni aldimoqchi bo'lib, çayçımani deydi texi. Çayçıma dollar tegishiman degan gapgan. Aldığa tuxum, pomidor qo'yib o'ltirdigan momaylar chig'ida meni aldimoqchi bo'lib, çayçımani deydi texi. Bizde bundaq savdogarlar yo'q. Tuxum, pomidor sotadigan momaylar yo'q. Ulardan cho'nglari bor-da, dedi eshikdan kirib kelgan Yangi Zelandiyalik saqchi. Sizga foyda bermoqchi-ku ular. Bir Amerika dollari aran 0.6 rubli. Lekin ular 1 dollarni 3 rubliga olamiz deb atsa, yana yomondaysiz-ku. Baykalning beliqi sizlarning dengiz beliqinglardan tatliq, shunga qimmat. Nimish qidamsiz? Sizlar beliqni paraxot bilan tutsizlar. Bu yerdagilar qarmoq bilan tutadi-da. Bu qitim uning kulkisi menga yoqmadi. Men bizdan yiroqlab ketayotgan Baykalni maqtadim. Dunyo bo'yicha eng cho'nqur ko'l Baykal ko'li. Bizning Irtish daryomiz mushu ko'lga qo'yiladi. Shunga bu ko'lning beliqi Oltay Irtish beliqi bilan o'xshash, nihoyat tamlik. Ko'lning cho'nqiri bu yerda bo'lsa, dengizning dunyo bo'yicha cho'nqir yeri bizda, dedi Sabil kulib turib. Tog'ning egizi bizda, dedi Shavjang. Oymallıqning cho'nqiri turpanmi bizda, dedi Shavxi. Söhbetimizga haqchilarning alı bulumach kiyimidek ishdan chapan kiygan amerikalik yigit bilan g'arbiy germaniyalik qizlarmi kelib qo'shildi. Taklimakanmi go'zal, havo tangshaydi. Men bak qiziqaman. Butun Yevropa yap-yeshil bir bog', lekin bundaq tangshigich yo'q. Yana 2 kundan keyin Yevropaga o'tamiz. Asiya bilan Yevropaning farqi yer betidila emas, havosidimi bilinadi.
Yevropa illiq, namxush, Asiya issiq soğuq, qurg'oq. Anlaşımca Berlindeki tunji qarag'ay Mong'oliyadan bargan ekan-ku. Langman bilan cho'chirinimi Marko Polo Jungodan Italiyaga bargan. Germaniyaliklarmi Asiyadan Hindistondan bargan. Bu gaplarga Germaniyalik qizlar boshlarini irg'itib qo'shilishdi. Asiya, Yevropa bir quruqliq, dedi bir qiz kulib turib. Odamlarimi, tabiatmi o'z mahsulotlarini almashtirib turadi. Poyezd tonelga kirdi. Bizning suhbatimiz uzildi. Sabil alrab narsalarni yig'ishtirishga boshladi. U iz kutiskida tushib qoladi. Men bovayning ko'nglini ko'tarish uchun bir romka haraq sundim. Bovay kulib turib haraqni oldi va ichib bo'lib, "Odamningmi, haraqningmi yaxshisi sizlarda?" dedi. Irkutskda ham bovay bilan, ham Baykal bilan xo'shlashdik. Tog'larni ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Poyezd soatiga 120 kilometr tezlik bilan Sovet yerda chapmoqda. Bovayning biz bilan xo'shlashganda yig'lab turib quchoqlashlari, Yangi Zelandiyalik yigitning kuchli qo'llari, qaqoqlab kulganda qizargan chiroyi ko'z oldimdan yer ketmadi. Ah ko'ngil, samimiy odamlar dunyoning hamma yerida bor. Ular bir-birini tushunalaydi, do'st bo'la oladi. Zemadan o'tib, Nizhno-Dissik stansiyasida to'xtaganda ko'mir besib ketayotgan poyezdlarni ko'rib, bu yerning egiz o'tishmi ko'rigiga chiqib, yiroq tog'lar orasiga qaradim. Bu shaharning ismi menga tonish. Bu yerda 19-asrning 60-yillardagi Rus sotsial-demokratlarning ulug' sarkardasi, ideolog, adib tanqidchi va yozuvchi Nikolay Gavrilovich Chernishevskiy 1863-yildan 1871-yilgacha sürgün hayotini beshidan kechirib, Sibir konlarining cho'nqur tegida amgak qilgan. Men xuddi bu ulug' kishini ko'rmoqchi bo'lgandek, tumanlar ichidagi yiroq tog'larga, quyuq o'rmonlarga qaradim. Ustini tuman bosgan quyuq o'rmonlar menga Lev Tolstoyning Tirilish romanidagi Sibirya to'g'riliq yozilgan tasvirlar, Lenin hayotiga munosabatli aslimlardagi bayonlar, Fadiyevning Tarmar nomli kitobi, Markovning Stogovlar oilasi nomli romanidagi tasvirlarni ko'z oldimga keltirdi. Menga xiyolan tonish bo'lgan qora chilan tuproq, sozliq jilg'alar, quyuq o'rmon, agri-bugri chig'ir yo'llar endi ko'z oldimda o'z qiyofati bilan turmoqda. Men 9-oktyabr kechasini xiyol va asmilar bilan kutib oldim. Krasnoyarskaga keldik. Yuring, tövanga tushimiz, dedi Valentina bizning uyga kirib. Valentina 50 yoshlarga kirgan ayol bo'lib, Beijingda o'qituvchilik qiladi ekan. Uning yo'ldoshi yenik atletika bo'yicha xalqaroliq terner ekan. O'g'li Yaponiyada. Uning ayoli yaponiyalik ekan. Anasi bilan inisi Olmaotada ekan. Valentina bugun ayrilganiga 26 yil bo'lgan anasi bilan inisini ko'rdi. Uning xo'shalligi yosh qizlardek tetiklashib qelishi ana shu sababdan ekan. Biz bir oila kishilari 3 davlatda yashaymiz. 3 davlatga puhra biz, deydi u yaponiyalik navrisining suratiga qarab so'zlab. Bu cho'ng bo'lg'icha yana qancha davlatga torlarmizkin texi. Novosibir men ko'rgan hamma shahardan chiroyli, cho'ng ko'rindi. Valentina inisi bilan selib yig'lab ko'rishdi. Biz nurg'un jungo va chet elliklar uni xeyli yergacha uzatib bordik. Uning inisi bilan quchoqlashqidini tabrikladik.
Poyez Moskvaga qarab, qo'yuq o'rmonlar ichida ketib boradi. Qachonla uyqudan uyg'onib derazadan qarasam, qo'yuq o'rmonliq. Nima degan tugamagan qiyin zar, qarg'ayliq bu ha? Necha sotka minibmi? Tugitalmadik. Tyomin Sverdlovskiy Sovet İttifaqı chegarasiga kirgandan buyon 27 shaharni besib o'tdik. Mana endi Oralda ketib boramiz. Bu yerda Osiyo, Yevropa chegarasiga o'rnatilgan qit'a belgisi, ya'ni 2 metrdek egizlikda oq marmar belgi teshi bor ekan. Bu taş bilan Moskvaning orliqi 1777 kilometr ekan. Oral tog'lari, Oral daryosi mana shu atrofda. Bu yerdan yana 8 shaharni besib o'tsak, Moskvaga boramiz. Men kichik vaqtimda buyuk rus shoiri Lermontovning Moskva nomli she'rini yodlab olgan edim. Bu she'r helim esimda. Men adabiy ijodiyat bilan shug'ullangandan keyin Lev Tolstoyning Urush va tinchlik romanini o'qigan. Napoleon askarlari talon-taroj qilgan bu shaharga balaliq chaqlarimdan tortibla qalbimda hurmat, muhabbat paydo bo'lgan. Bo'libmi 2 Dunyo urushida 1942-yil 1-oylardagi Moskvani qo'g'dash jangi to'g'risidagi xotirlar. Gitler armiyasidan 250 ming askarning naq mushu Moskva bo'sog'isida yo'qotilishi va shuning bilan 2 Dunyo urushida hal qilg'uch burilishning bo'lganligi bu shaharning qalbimdagi siymosini texmi ulug'lagan edi. Men Moskva Lenin to'g'risidagi xelijiq kitoblarni, she'rlarni o'qiganligim uchun Moskvaga yaqinlashgan sari hayajonlanmay turolmaydim. Men derazadan ko'z uzmasdan seriq yo'pirmoqlar yer betini qoplagan o'rmonliqlar. Kuz optipida yo'l chetidagi o'rindiqlarda huzurlanib o'ltirishgan odamlarni tomosha qilib mangmoqdaman. Bu kecha tuzuk uxlamadim. Oxirgi shaharlardan o'tmoqdamiz. Mana Volga daryosini o'tdik. Daryo tinch asta oqmoqda. Volga Sovet İttifaqidagi puhralar urushining guvohchisi. Volga bo'ylarida bo'lgan janglar Sovet adabiyotida shunchalik ko'p yozilganki, G'ofur G'ulomning mono misralari ixtiyorsiz yodimga keldi. Texi Ural levida Mard Chapayevning qonlari tomurida sovib kutmasdin. Texi Sibirdagi ur yiqit chapning sadasi quloqlardan neri ketmasdin. Texi otlarini erkash o'ltirgan Farg'ona yetimlari bo'yiga yetmasdin. 2 Dunyo urushining g'alaba qilishida Sovet xalqiga orqa sap bo'lib, oldingi sapni harbiy lavozimat, qurol-yarog' bilan ta'minlagan Fransiya shoiri Oral Yashsun deb madhiya she'ri yozgan qahramon va go'zal Oral biz bilan xo'shlashdi. Oxirgi shahar Yaroslavl keynimizda qoldi. Endi chiroyli, ratlik yezlar ko'rinishga boshladi. Ochiq havoda kuz yo'pirmoqlari bilan qizargan bog' dalalar to'limi go'zal. Go'zal, to'limi go'zal ekan, dedim men atrofimdagi vatandoshlarimga o'z hayajonlarimni bayon qilib. Siz Sovet yerini yaxshi ko'rdigan o'xshamamsiz? Bu savolni so'rag'ichi butun yo'l bo'yi hech kimga gap qilmasdan tomok chekib o'ltirgan o'ttir yosh jungsanchi chapan kiygan surlik odam menga sinoq nazarda sing'argan qaradi. Shundoq yaxshi ko'raman. Jungonichu? Men uning oliyib qaradim. Bizda siyosat bilan odamlarni, tabiatni,
hatto havoni aralashtirib olgan ashundoq bir qism odamlar bor. Ular go'zallik bilan razillik to'g'risidagi barliq tushunchalarni birla o'zi yoqtiradigan qatmal siyosat suyida pishirib olgan ko'z qarashlari bilan o'lchaydi. Ularcha bo'lganda Qrim, Kavkazmu bizning qaqas tog'larchilik manzirlik emas. Chunki u Jungo tuproqi emas. Ularcha chet el manzarasini ko'rib hayajonlanishmi? Sap bo'lmagan hissiyotning portlashi. Men insonlarni o'zaro o'chmanlik, adovat va dushmanlashishga undash bilan hayotdan lazzat oladigan bu xil odamlardan to'limi bezor. Men uning savolini javobsiz qoldirdim. Moskva atrofi go'zal o'rmonlik boshlandi. Archa, qarag'ay, qiyinzorliq, to'q qizil ranglik meyvelar shoxlarida turmoqda. U nima? Jinastimi yoki boshqa mevami? Yağış öylərdən, illiq havaliq bağlardan balalar çıxıb, qo'llarini pulanlatib, bizga oq yo'l tilamoqda. Sözük Moskva osmonida kaptarlar uçmoqda. Mana egiz binolar, poyezd ostilab Yaroslavl vokzaliga kirmoqda. Tushdan keyin soat 2dan o'tganda biz poyezddan tushdik. 5 sotka billamangan do'stlar xo'shlashdik. Shavjan mushu yerdan boshqa poyezdga chiqib Yugoslaviyaga mangdi. Biz Shavxa bilan billa bu vokzaldan Belarusya vokzaliga boramiz. U yerda 6-7 soat turamiz. Bu mezgil ichida Moskvani obdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Moskvaning janubidan shimoliga taksi bilan o'tdim. Xiyolimdagi shaharning ochiq havoliq ko'z manzarasini ko'rmoqdaman. Oyoqlarim ostidagi tuproq bu Moskva. Atrofimdagi aldirash odamlar kinolardagi odamlar emas. Ular bugungi Moskvaning puhralari. Men telefon botkasiga kirib, oldin yozib olgan nomerlar bo'yicha Moskvadagi tanishtirimga telefon berdim. Xo'sh, bugun o'shanchalik o'qib beray. Men sayohat qilishni bek yaxshi ko'raman. Shuning uchun har bir yerga borsam mukammal bo'lmasimi, qisqa bir sayohat xotirasi qoldirib mengyapman. Zordun Sabirninki bu sayohat xotirasi izlig'iga 20 yildan oshdi. Bugun bu asarni sizlarga qayta o'qib berishimdagi sabab muhojiratda mayli qaysi xil yo'l bilan bo'lmasin, sayohat qilish, bir yurtdan bir davlatdan bir davlatga, bir shahardan bir shaharga berib ko'rish yoki xizmatda bo'lish degandek har xil fursatlar bo'ladi. Mumkin bo'lsa, sizlar bir agar texi boshlamagan bo'lsanglar, bir sayohat xotirasi yoki bo'lmasa kunlik xotirasi yozib qoldirsanglar, vaqtning o'tishi bilan bu sizlar uchun bir qimmatlik aslim bo'lib qoladi. Ma'qul amsa, bugun shunchalik o'qib beray. Davomini yana bir qitimda anglarsiz. Xo'sh, omon bo'ling. Shamollar xeli besiqib qoldi, shundoq sovuq tog'di bo'lgandek, shunga paykalarni kiyib siqatadi.